F2Rga qiziqqanman, lekin F2Xga. Misol ashlarda olish uchun qanaqadir imtihon bo'ladi, to'g'rimi? Yo'q, imtihon til sertifikat kerak bo'ladi. Topik yo 3 yo 4 kerak bo'ladi. Shunaqa. U ham o'sha F2 ga o'tayotgan paytlaringizda hozir E7 ga hozir kerak emas ham qilib qo'ydi, unda. Ha. O'zi vizaning darajasini o'tkazish uchun o'zining talablari bor, ma'lum bir miqdorda. Ana talablar yildan yilga pasayyapti. Ya'ni osonlashyapti. Sababi haqiqatda u yerda o'sha Koreyani o'zlarining aholi soni ko'payish kamayib boryapti. Endi u yerda iqtisodiyotini ko'taradigan xalq kerak-ku, odam soni kerak-ku. Iloji boricha faqat 3-4 yillik, 5 yillik, 6 yillik viza bilan ushlab qaytarib olgandan ko'ra, ashularni iloji boricha osonlashtirib, o'zlariga ham qulay qilyapti, borib ishlayotgan chet ellik fuqarolarga ham qulaylik yaratyapti xullas.